go'shti ichini ziravorlarga to'ldirib, duxovkaga tiqib pishirishni bas qiling endi. Tovuq go'shtini lahm joyidan olib, o'rtasidan yupqa qilib yorib, soyaviy sousga bo'ktirib qo'yamiz. Bir dona kartoshkani olamiz, qirg'ichdan mayda qilib o'tkazdirib olamiz. Ketidan bitta idishimizga yupqa qilib 4 yoki 5 osh qoshiq unimizni solib, o'zimizga qulay bo'lgan birorta chuqurroq idishga 4 qoshiq smetana solib, ustidan tabga ko'ra tuz, murch hamda o'zimiz yoqtirgan ziravorlardan solib, tovuq go'shtimizni avval unga, ketidan smetanamizga yaxshilab botirib olamiz. Keyin esa kartoshkalar ustiga tashlab, ikkala tomoniga yaxshilab kartoshkalarimizni yopishtirib, oldindan qizdirilgan yog'imizga qovurishga jo'natib yuboramiz. Bir payt men tomonga qarab, ichi sarg'ayib ketgan chashkalar uchib keldi. Ha deb gapni ma'qullamasdan mana shu chashkalarning ichini oqartirib qo'ydiganda bir zumda baviyani oldimda ikkalasiga bir qoshiqni bo'lib solib, ustidan qaynab turgan suvni quygandim. Shunaqangi reaksiyaga kirishdi. Bir tomoni qizarib, endi kuyaman deganda kartoshkalarimizni ikkinchi tomonini ag'dardimda, o'zimga qulay bo'lgan idish tagiga pergament qog'ozlarni to'shab, tovuq go'shtimizni solib, oldindan qizdirilgan 180 gradusli duxovkamizga 15 minutga jo'natib yubordim. Bizga zarar yetkazdirmasdan idishlarimni yap-yangidek qilib bergan kimga malades? Albatta Baviyaga malades deb idishlarimni yuvib, yap-yangidek qilib olib qo'ydim. Ungacha esa butun uyni hidi tutgan, yuzlari qirsildoq, ichlari esa yumshoqqina hamda suvligina tovuq go'shtimiz ham pishib oldi. Men sousi uchun ozroq mayonez hamda ukrupdan qo'shib, yana ham yeyishli bo'lishlik uchun qalampirdan ham soldimda yaxshilab aralashtirib, ana endi dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Bir marta bo'lsa ham albatta tayyorlab ko'ring. Sizga va oila a'zolaringizga yoqishligi aniq. Ana endi baho beringlarchi. Yoqsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar, xafa bo'lish yo'q. Qaytgancha ajoyib retseptlar hamda qiziqarli videolar uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.